Bugungi videoda ko'plab TNTlarni portlatamiz. Qanunda ketdik. Siz esa yaxshilab o'rnashib oling. Hammaga salom, sizlar bilan Chester. Bugungi videoda biz videoni boshida ko'rsatib o'tilgandek ko'plab TNTlarni portlatamiz. Hozir esa biz bitta TNTni portlatishga ketamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana bitta TNTni portlatishga keldik va bitta TNTni yerga qo'yib olamiz va portlatamiz. Menimcha bu bitta hamma portlatib ko'rgan, shuning uchun qiziqmas. Endigi navbat, hozir biz ikkinchi bo'lib 10 ta TNTni portlatamiz. Ketdik. Mana 10 ta TNTni portlatishga kelib oldik va hozir 10 ta TNTni yerga qo'yamiz va bum qilamiz. Mana 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta bo'ldi. Mana 10 ta TNT bo'ldi va buni portlatib tashlaymiz va uzoqroqqa qochib ko'ramiz. Bittadan menimcha emas, aniq yaxshiroq bo'ldi. Endigi navbat 100 ta TNTni portlataveramiz. Qani, ketdik. Bolalar, bu yerda hozir 100 ta TNT joylashgan va biz bularning barchasini portlatib yo'q qilamiz. Endi portladi va 100 ta TNTdagi holat mana shunday bo'ldi. Menimcha vashi juda zo'r bo'ldi. Endi 1000 ta TNTni portlataveramiz. Bolalar, endi mana shu yerda 1000 ta TNT bor. Hozir biz bularning hammasini portlatamiz va menga qiziq, bu qay darajada portlaydi. Hozir qay darajaga kelib qoladi bu joylar. Vau, vashi dahshat bo'ldi. Endi men bularni ko'ryapman, lekin hali 12500 ta qanday bo'lar ekan do'stlar? Men shuni tasavvur qilyapman-da. Endi bolalar, men 12500 ta TNTni hozir quraman. Hozir qurmayman, endi paydo qilaman-da. Xullas, endi hozir sizlar qurgunimcha kutib turasizlar. 2 hours later. Do'stlar, shunchalik ko'pki TNTlar judayam ko'pda bor-ku, ko'ryapsizlarmi? Vashi kattaligini qaranglar, buni portlasa yo'q qilsa kerak. Minecraft olamini. Hozir endi biz buni oddiy portlatib qo'yamiz, chunki kompyuterimga rahim keladi. Shuning uchun hozir biz redstone bilan blok qo'yamiz. Hozir blokni mana shu blok to'g'ri keladi. Endi redstone'ni olamizda, redstone bilan qo'yamiz. Keyin yaxshiroq uzoqdan portlaydi. Mana hozir bloklarni sal o'zimga uzoqroq qilib portlatib qo'yib chiqaman. Qo'yib chiqqanimdan keyin redstone'larni ulab, richak bilan bitta bosganimdan keyin bada bum bo'ladi hozir. Vashi zo'r bo'lsa kerak. Endi hozir redstone'larni qo'yib chiqaman. Mana yerda 1-2 ta qolib ketibdi. Endi hozir richakni qo'yganimdan keyin Minecraft olam buzilib ketadi. Nimagadir o'xshamadi, shuning uchun biz common bilan qilmoqchiman. Endi hozir topish kerak. Endi qaysi common o'qlardi? 2 redstone blok ham bor. Redstone blokda ham qilsa bo'lardi, adashmasam. Yo'q, bo'lmadi. Menimcha redstone yetmayapti. Hoziroq sindirib tashlayman. Bloklarni sindirganimdan keyin commonni o'qir sehrlisini topib olaman-da, uni yondiradigan bo'ladi-ku, o'shani topib olaman-da. Keyin commonni otganimizdan keyin portlaydi. Yo'q, bunda emas, hozir topib olishim kerak. Bu yerda bo'lardi. Water strength, poison, regeneration, strength, instant damage, instant heal, slow falling, luck, weakness, strength, instant damage, poison, regen. O'qib chiqaman, hammasini ko'rib chiqsam bo'ldi-ku. Stormy jump, fire resistance shu ham bo'lishi kerak lekin. Bilmadim, endi shu bo'lishi kerak. Shuni olaman. Mana do'stlar, shuni oldik. Endi shu adashmasam shu portlarda-da olib shuncha qilyapman, asabimni buzib tashladi bu.
undan ko'ra oddiygina bunday qilib yoqib qo'yaveraman. Orqaga qarab qochamiz. Endi shit, kompyuterim qotib qolyapti-ku. Bunga bechara kompyuterim yig'lab yuboradi hozir bor-ku. Kompyuterim qotib qoldi-ku. Umuman ko'rinmay yotibdi hozir. Sal-pal yaxshilayapti uzoqqa kelganimdan keyin, lekin portlagani ko'rinmayapti-ku. Unda do'stlar bunaqa qilamiz. Hozir portlaganini kompyuterim ko'tara olmaydi. Kompyuterimga rahim kelgani uchun keyin portlab bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Hozirchalikka hammaga xayr. Hammaga salom do'stlar. Bugun mana sizlarga aytdim 12500 ta TNT portlatgandik. O'sha TNTlar portlab bo'pti. Hozir kirdim, ko'rdim va vashi dahshatli portlagan do'stlar. Qani ko'ramiz. Mana do'stlar, juda dahshatli bu portlab ketgan, ko'ryapsizlarmi bularni? Vashi dahshatligini. Vashi juda Minecraft olamini yo'q qilishiga ham ozgincha qolganda, men yoqdagi suv to'sib qo'yganda, agar suv bo'lmaganda bundan ham ko'proq portlagan bo'lardi. Do'stlar, endi video tugayapti. Hammaga xayr deyman va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin.